Ertalabki salqinda Paxtabodga borishim kerak edi. Stomatologga va bozorga ertaroq harakatni boshladim. Siz tomonidan menga eng ko'p beriladigan savollardan biri nega kam kulasiz, kulib yuring va hokazo kabi gaplar edi. Kam kulishim sabablaridan biri tishlarim qiyshirroq joylashgani, uyalardim. Bugun nihoyat shu masala bo'yicha stomatologga borishga qaror qildim. Bozorga ham kirishimni inobatga olib, kattaroq sumkani tutdim va yo'lga otlandim. Moskvada paytimda meni kuzatadiganlar eslasa kerak, tishim ko'p og'rirdi. Tinmay og'riq qoldiruvchi dori ichib yurardim. Briket bilan birga o'sha muammoli tishlarimni ham ko'rsataman deb keldim. Avvaldan o'chirtga yozilib kelganim uchun uzoq kutmadim. Bu narsalar sizga ham kerakli bo'lishi mumkin. O'shaning uchun ma'lumot qoldirib ketaman. Bu yerda nafaqat kattalarda, balki yosh bolachalarda ham tishlarini davolashar ekan. Meni tishlarimni obdon tekshirdi. Briket narxlari qancha muddat turadi, foyda va zararlar haqida ko'plab ma'lumotlar berdi. Bu yerda malakali 6 ta stomatolog bor ekan. Briket narxiga kelsak, hozir bu yerda 25% chegirma ketayotgani hisobiga $300 briket sizga taxminan $225 tushar ekan. Obunachilarim uchun ulardan sarg'ayib ketgan tishlarni oqartirib berish, yig'ilgan toshlarni terish muolajalari uchun ham skidka so'radim. Manzil Paxtabod tumani Hayrobodda 6-maktab to'g'risidagi stomatologiya. Men qoldirgan nomerga telefon qilib kelsangiz, o'chirib kutishingizga hojat bo'lmaydi. Men bo'lsa stomatologiyadan chiqib, bozorga kirib, o'zimga kerakli bo'lgan narsalarni olib olib, uyga ketdim.